Vau bo'ldi ham o'zi. Vauni vau bo'ldi-da. Hammaga assalomu alaykum. Mana chisti pad dizayn chiqarib berdik. Mana bu zalimizni, yana yonlarida xonalar bor. Ko'rsangiz qo'yib beramiz. Xo'p. Bu yerda podkuluj emas, faqat malyarkasini qilib bergan, gipsokardon, laminatdan 3 ta narsani qilib bergan, podkuluj emas. Hamma narsani u egasi olib bergan. Bizlar faqat remontni qilib berdik. Zal ham zal bo'ldi-da. Har bitta detalga e'tibor berib, chotka qilib, kraskalarni ham hammasi o'ziga moslab, hammasi bu nima? Tiaga bo'lgan, gach bo'lgan. Nimasi yo'q. Po'kka-mo'kkasi yo'q bizlar ishga. Patologlarni ham birdan splashnoy 35 santimetrlik karnizlar bo'lgan. Svetlar hammasi bir-biriga moslab, mana bularni chiqarib ketgan gipsokardonda. Mana hammasini mana bularni. Zalni endi razmeri katta, shunga moslab mana bunaqa chizib olib birinchi, keyin shu chizganga qarab birga bir chiqarib berdik. Faqat mana bunisi qolgan. Hozircha bir ikkita ishlar bor. Mana bu qolgan, keyin plyumslar bor. Hozir yana boshqa xonalarni ham ko'rib chiqamiz. Mana bunaqa detskiy karavotning orqasiga mana bunaqa chizib bergan. Bu fotoavoyda qilingan. Yomon patologchalar ham chiroyli chiqgan, chotki chiqqan. Xullas, plintus mebelni qo'ysa, uylar tayyor. Keyingi xonani ham ko'ramiz, ha. Ketdi. Bu yer kuxni bo'lgan. Kuxni maydaroq. Bu yoq polni shkaf bo'ladi, ko'z dedi, buni teksladik. Bu yoqda pishiradi-da, mana bu katta xonaga, mana bu yerga o'tirib bemalol mazza qilib yeydigan joy va bu yoqda TV zona bo'ladi. Mana bu yoqda. Bu yoqda o'tirib, bundoq mягкий-da bemalol bu yoqdan ovqatni olib kelib mazza qilib o'tiradigan joy qilib qo'ygan. Bundan shunday o'tadi. Bu yoq spalni. Hali bir ikkita ishlari bor, eshiklarni qo'yish kerak, mana bunga eshik qo'yish kerak. Bu yoqda mebel nima qilish kerak. Xullas, patologlar ham oxirgi modelda qilib ketgan. Kraskalar ham eng trenddagi kraskalar. Pollar ham shunaqa temniy emas. Taxtani effektni berib turadigan. Xullas, remontlar qanaqa chiqqan, fikrni kommentariyaga yozib ketinglar. Like, podpisatsiya esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.